Broni. Abduri Hacı Ekber Muhammed Niyaz. İkinci Broni'nin öz yurtidagi dastlabki yoshlik davri. Birinchi Broni va tug'ilgan yurt haqida. Broni'ning to'liq ismi Abu Rayhan Muhammad ibni Muhammad al-Broni bo'lib, Abu Rayhan uning arabcha taxallusi. Al-Broni bo'lsa, uning yurti bilan bog'langan taxallusi edi. Demak, uning ismi Muhammad bo'lib, dadisi Ahmad edi. Yevropa tillarida yozilgan manbalarda u Al-Broni yoki Ali Bron deb tonilgan. Paris tilida Abu Rayhan Broni deb tonilgan. Uyg'urlarda Broni nomi bilan mashhur bo'lgan. Broni 973-yili 5-sentabr hozirgi O'zbekistonga qarashliq Qara Qalpaqistonning Amu daryosining shimoliy qirg'og'idagi kichik shahar Kat degan joyda tug'ilgan. Kat shu chog'larda Xorazm viloyatining markazi edi. Ya'ni bu shahar Samanilar, Qarixonlar va Saljuqilar orasidagi urushlarda xarob bo'lgandan keyin Xorazmning markazi O'rganchga o'tkalgan. Mo'ng'ullar O'rganchni xarob qilgandan keyin Xivaga o'tkalgan. Bu joy Turkmaniston chegarasiga yaqin bo'lib, 2004-yildagi nupusi 50 mingdan ortiq. Quruqliq yo'lini o'lcham qilganda poytaxt Toshkentning g'arbidan 936 kilometr, Xivaning sharq-shimolidan 56 kilometr yiroqlikda joylashgan bo'lib, Iroq tarixiy voqealar va sobiq Sovet ittifoqi davrida ko'p qatim ismi o'zgartirilib, Fil va Shobus degandek nomlar bilan atalgan. Faqat 1957-yilga kelganda ondan rasmiy Al-Broni deb atalgan bo'lib, shu orqali bu shaharda tug'ilib, o'sib yetilgan, hayotining oldingi 20 yilini o'tkazgan mashhur olim Bronini aslash va hurmatlash ishga oshirilgan. Gerçi 1969-yili Amu daryosiga kelkun kelib, ba'zi qadimiy qurilishlar zarbiga uchirgan bo'lsa-mu, ammo tezli remont qilinib, asliga keltirilgan. 1973-yili sobiq Sovet ittifoqi Afg'oniston, Eron va Turkiya qatorliq ellar olimning 1000 yillik tug'ilgan kuni munosabati bilan har xil pochta markalarini besib chiqarib xotirlagan. To'limi afsus, u yillarda Uyg'ur xalqi tarixda misli ko'rilmagan 10 yillik zulmat ichida xo'rlanayotgan edi. Ikkinchi boshlang'ich hayoti va yoshlik davri. Al-Broni nurg'un kishilar tarafidan tarixdagi eng ulug' olimlarning biri deb qaraladi. Bo'libmi Islomiyat tarixida metodologiyasi va bayqashlar sababli eng ulug' olim degan ataqqa muyassar bo'lgan. Broni islomning oltin davrida yashagan bo'lib, u astronomiya va ilmiy falak tadqiqotiga ilhom bergan. Al-Broni ömrünün aldınqı 25 yılını Xorazmda İslam qanunshunosligi, grammatika, nutuq ilmi, matematika, astronomiya, meditsina va falsafa tadqiqoti bilan shug'ullangan. Undan boshqa fizika va boshqa nurg'un sohalarda izlanishni odat qilgan. U o'zi tug'ilgan Bronining tilini va urf-odatini pishiq o'rgangan. Bu til aslida Paris tilining Xorazm shivisi bo'lib, islomiyatdan burun keng qo'llanilgan. Turklar bu rayonni tizginlaganga qadar islomdan keyin bir qancha asr saqlanib kelgan. Al-Broni o'zi tug'ilgan yurtining hukmronlari Afriq jamoatiga alohida eslashlik qiladi. Chunki Broni ilm-fan to'g'risidagi tunji ma'rif tarbiyasini shu rayonning hukmron oilasidan, ya'ni Afriq jamoatidan kelib chiqqan Abu Nasr al-Mansurdan olgan edi.
Abu Nasr al-Mansur, yani Mansur bin Iroq 970-yildan 1036-yilgacha yaşagan. Munavvar matematik va astronom edi. U Broniga Euklid geometriyasi va Ptolomey astronomiyasini o'rgatgan. Keyin Samanila xonligining vaziyati davolg'ib turayotganda 995-yili düşmanidan shikast yegan Amir Afrix oilasiga hesdashlik qilishni burchi deb bilgan Broni yangi kelgan g'olib jamoatga tez pukishni xohlamasdan yurtidan ayrilib Samanila amiri Mansur II ibn Nuhning poytaxti Buxoroga, ya'ni Samanila xondanligiga ko'chib ketgan. U yerda Ibn Sinoga maktub avatib chaqirib kelib, ikkisi 100 turani ko'rishgan. Broni Ibn Sinoga zo'r ta'sir ko'rsatgan. Bu qitimqi uchrashish ikki olim o'rtasida fikr almashtirish fursati ato qilgan. 3. Buxorodan Eronga, Erondan Xorazmga safar qilish. 998-yili Qaraxonlar Samanilaga qarshi eng oxirgi qitim harbiy yurish boshlaganda Broni Buxorodan ayrilib, shu yil Eronning shimolini so'rayotgan Zayyar jamoati ordisiga borgan. U joyda mazkur jamoatning 4-avlod hukmroni dangliq Shamsul Maali Fabus bilan ham suhbat bo'lgan. Fabus ilm suyar hükümdar bulup, Fabusnama degan asarni yazgan. Broni bu yerda eng dastlabki zo'r hajmlik muhim asarlardan biri bo'lgan Al-Asaril Baqiya Anil Qurunil Xoliya, ya'ni qadimgi davrdan qolgan Asar Atiqlar nomli kitobini yezib chiqib, 1000-yili puturgan. Broni Qabus bilan billa suhbatlarini davom qilgach, tadqiqotlar bilan shug'ullangan. Ammo Qabus g'arbda Abbasiylarni tizgilib olgan Buvayyi xonligining turlik harbiy besimlarga taqobil turishga ko'zi yetmay, noiloj Afg'oniston va Xurosonda bosh ko'targan Mahmud G'aznaviy bilan ittifoq tuzib, G'aznaviylarning homiylik qilishini qabul qilgan. Qabus 1013-yili vafot bo'lgandan keyin uning o'rniga chiqqan jiyani Palakul Maali Manuchihir Mahmud G'aznaviy bilan qudilishib, texmo munosabatni kuchaytgan. Qabusning o'limi Bronini o'zi hesdashlik qiladigan Afrix jamoatini mag'lub qilib, Xorazmni qo'lga olgan Ma'imun jamoati bilan yarishga majburlagan. Broni shu an qaytadan yurtiga qaytib kelib, Xorazmsha Abul Abbas Ma'imunning huzurida xizmat qilgan. Hükümdar Bronining tilining ravonligi, talantini ko'zda tutib, bir qism muhim siyosiy vazifalarni topshirgan. 3. Mahmud G'aznaviyning bulab ketishi va Qaraxonlardan qizg'inib Hindistonga billa elib ketishi. 971-yili 2 noyabr aslida Samanilarning qo'shinlari tarafidan bulab ketilgan Qaraxonlar avlodlaridan Subuq Tekinning o'g'li Mahmud G'aznaviy tug'ilgan. Samanilar qo'shinlarining bosh qo'mondoni Alib Tekin Subuq Tekinning Qaraxonlar nasldan ekanligidan xabar tepib, uni yaxshi tarbiyalab yetishtirgan. U 997-yili dadisi Subuq Tekin qazo qilgandan keyin akasi bilan taxt talishib, 998-yili G'aznaviy shoyi bo'lgan. 999-yili Qaraxonlar Samanilarni yo'qotganda Mahmud Samanilarning Amu daryosining janubidagi ziminlarni egilab, Qaraxonlar bilan Turk islom dunyosining xo'jaligini talashgan. 1007-yildan 1025-yilgacha pat-pat davom qilgan urushlardan keyin 1026-yili Yusuf Qodirxon bilan mangu inoq o'tish kelishim imzolagan.
1030 yılı 30 aprel 6 ay iğir kesel tartıb qaza qılğan. Ölüş aldıda dövlətini balalarga təqsim qılıb bəgən. Şunlaşqa balalar neçə yıl uruş qılıb, axırı Qaraxanlarni hörmətləydigan oğlu Məsud utub çıqqan. O 1040 yıldaki urushda yenidən baş götürgən Saljuqilardan məğlub bolğandan keyin Qaraxanlar bilan qudu boluşub, dövlətini toluq munqarz bolışdan saqlab qalğan. Biroq Sultan Məsud 1041 17 yanvar Hindistonga yurish qilayotganda yo'l ustida o'z odamlar tarafidan qaslab o'ltirilib, billa elib mangan inisi Mahmud Sultan bo'lgan. Ammo Mas'udning o'g'li Mavdud darhol G'aznaga kelib, o'zini sulton deb jakarlagan. Tağısı qishni Peshawarda o'tkazib, atiyazda jiyaniga qarshi qo'shin tartgan. 1041 yılı 8 apreldagi Jalolabad urushida Sultan Mavdud tağısı Muhammadni yengib, uni o'ltirib sulton bo'lgan. U 1012 yılı G'aznada tug'ilgan bo'lib, taxt talashgan qarindishi Mavjud 1041 yılı 10 avgust o'z Chidirda o'lib qolgandan keyin G'aznaviylar xonligining mutlaq sultoni bo'lgan. U gerçi Çağrıbekning qizini nikohiga olgan bo'lsa-mu, ammo qiynatisining kasal bo'lganligidan foydalanib, Saljuqilar 1040 yildagi urushda tortib olgan barliq joylarni qaytarib olish uchun hujum qilgan. Ammo Çağrıbek 15 yoshlik o'g'li Alip Arslanni avatib 1043 yılı avgust va sentabr oylarida G'aznaviylarning Saljuqilarga qaratgan hujumlarini to'sib qolgan. Sultan Mavdud buningdan keyin Saljuqilarga o'zi yolg'iz tang kelolmaydiganligiga ko'z yetib, buyuk Qaraxonlar va G'arbiy Ilxonlik bilan o'zaro do'stlik va hamkorlik kelishim tuzgan. Ammo kelishim ijro qilinishga aram bo'lmagan. 1043 yılı 1044 yılları Hindistondagi qaram allar to'plan ko'tirgan. Ularni ming tasda bostirib charchagan Sultan Mavdudmo og'rib qilib 1049 yılı 19 dekabr vafot bo'lgan. Uning o'rniga Çağrıbekning qizidan tug'ilgan go'dak o'g'li Mas'ud II sulton bo'lgan. Ammo 10 kun o'tmasdilla 1049 yılı kichik dadisi, ya'ni Mahmud G'aznaviyning 1024 yil tug'ilgan o'g'li Abdurashid tarafidan og'dirilib, turmaga tashlangan. U taxtga chiqibla To'g'rul Bozanni bosh qo'mondan qilib, Saljuqilarga urush ochgan. Bozan g'alba qilib 1051 yılı Sistonni ishg'ol qilibla Uddul G'aznaga kelib, Abdurashidxon va boshqa 11 shahzodani qirib tashlab, o'zi sulton bo'lib olgan. Bu qirg'inchilikdan Farruxzoda, Ibrohim va Shujabotur qatorliq 3 shahzoda qechib qutulgan. Biroq 40 kundan keyin 57 kungacha sulton bo'la olgan To'g'rul Bozanmo 1052 yılı burunqi sultanning navkarlar tarafidan xanjarlab o'ltirilib, Farruxzoda sulton bo'lgan. U yuqorqi qirg'inni sodir qilgan hamma kishilarni tutib jazolagan. Sultan Mas'ud o'g'li Farruxzoda 1053 yılı Saljuqilarga hujum qilib, Çağrıbek Davudni Xurasonga qechishga majburlagan. Ammo uning o'g'li Alip Arslan yana bir qatim G'aznaviylarni to'sib olgan. 1059 yılı 4 aprel u o'lganda inisi Ibrohim sulton bo'lgan. U taki 1099 yilgacha sulton bo'lib, G'aznaviylar tarixida rekord yaratgan. U vafot bo'lganda uning Malikshahga kuyovul bo'lgan o'g'li Mas'ud III sulton bo'lib, taki 1115 yili 27 fevralgacha davron surgan.
Shuningdan boshlab G'aznavilar xonligi qattiq davolg'ish ichida har 2 yilda bir sulton almashib yurib, 1186-yili butunlay halok bo'lgan. G'aznavilar yangi bosh ko'targanda ularning tayanch kuchi va asosli hukmronlar qatlami qora qo'rsoq, song'ullar va urush xumar askar va turli qabilalardan tanlangan savassiz yollanma qo'shinlardan tarkib topgan bo'lib, Markaziy Osiyodagi bilim o'choqlari bo'lgan Buxoro va Samarqand 999-yili oxirgi qitim Qaraxonlarning qo'liga o'tgandan keyin shu yildan boshlab G'aznavilarga sulton bo'lgan Mahmud G'aznavi reallikqa tan berib, G'arbiy Ilxonga maktub yozib, o'zlariga diniy jihatdan yetakchilik qiladigan va namozni qandoq o'qishni o'rgatadigan diniy olimlarni talab qilgan. Qaraxonlar talab bo'yicha G'aznavilarga eng danglik olimlarni avatib bergan. Ammo Mahmud G'aznavi asosini puxtalab olgandan keyin Qaraxonlar bilan to'r talashish uchun tövandikidek bir qator g'alit usullarni qo'llangan. Birinchi, bar kuchi bilan mol dunyo to'plab, Qaraxonlar elchilariga ko'z-ko'z qilish. Ikkinchi, sulton unvonini keng qo'llanib, Sutuq Bo'raxondan boshlangan bu martaba nomini o'ziga xoslashtirish va o'z davridagi tarixchilarni shundoq yozdirish. Uchinchi, Qaraxonlarning Abbasiylar bilan bo'lgan bevosita aloqasini uzib tashlab, faqat G'aznavilarning vositasida munosabat o'rnatiladigan darajaga tushirib qo'yish. To'rtinchi, Qaraxonlar qog'onlarini va ilik xonlarini turlik nayranglar bilan xalifa oldida rasvo qilib, o'zining inovatini oshirish. 5. O'z ta'sir doirasidagi va Qaraxonlar tavasidagi nopozliq olimlar, faylasuflar va hunarvanlarni ixtiyoriy va majburiy holda jalb qilib, G'aznaga yig'ib olish. Gerçi Mahmud G'aznavi dastlabda yuqorqi razil vositalarni ishqa silib, ancha cho'ng natijaga va unumga erisholmagan bo'lsa-mu, to'limi afsus Qaraxonlar bilan G'aznavilar orasida 1007-yili Xurosonni talashishdan boshlangan urushlar taraqqiy qilib, 1015-yili Xorazmni talashishga qarab taraqqiy qilgan. 1016-yili Qaraxonlarning G'arbiy Ilxoni Ali Tekin o'zini qog'on deb jakarlab, bir butun Qaraxonlar qog'onligida bo'linish paydo qilgan. Ali Tekinning akasi Yusuf Qadirxon va tog'isi Ahmad To'g'anxon uni tez puktirish bilan band bo'lib qolgan. Bu fursatni ching tutgan Mahmud G'aznavi 1017-yili G'arbi Xuroson orqali G'arbi Ilxonlikni aylanib o'tib, Xorazmni ishg'ol qilib olgan. Qaraxonlar G'aznavilarga qaytirma zarba beray deb turganda, tuyuqsiz Altay tarafdan Xitoy, ya'ni Qitallar xoni yo'lliq Lungshi avatgan 200 ming otliq Xitoy, ya'ni Qitan armiyasi Qaraxonlar tavasiga tajovuz qilib kirgan. Shuning bilan Qaraxonlar G'aznavilarni adablashga ulgurmayla Qitallarga qarshi otlanib 1018-yili ularni qattiq mag'lub qilib, sanoqsiz chorvalarni o'lja olgan. Bu tarixda Xitoy urushi deb atalgan. Bu urushning natijasidan cho'chigan Mahmud G'aznavi bir tarafdan Qaraxonlar xon jamoati orasida davomliq bo'linish paydo qilishga kuchsa, yana bir tarafdan qog'on bilan tezroq tinchlik kelishimi imzolashga kuchab yurib, oxiri Xorazmdagi homiylik hukmronligini qonunlashtirib olgan. Ammo Mahmud G'aznavi yanada xotirjam bo'lolmay, Xorazmdagi barliq olimlarni G'aznaga ko'chirib ilib ketgan. Keyincha Qarxonlar Bronini Buxoroga qaytib kelib, o'z rolini joriy qildirishga taklif qilgan bo'lsa-mu, ammo Mahmud G'aznavi shu yili Bronini Hindiston yurishida billa ilib ketgan. Ikki elning qizg'inishi orasida qolgan Broni xuddi burunqi Abu Nasr Farabiydak yo'l tutib, 3-bir elni tanlab olgan.
Natijada G'aznida uzoq turmayla Hindistonga borgan Broni shu joyda 1017-yildan toki 1030-yilgacha turib qolgan. Bu 13 yil jarayonida tangdoshsiz dangliq asri Hindistonni yezib chiqqan. Mazkur asarni 1031-yili 24 dekabr juma puttirib, Mahmud G'aznaviyning o'g'li Mas'udga hadiya qilgan. Mahmud G'aznaviy 1030-yili 30 aprel vafot bo'lgan edi. Lekin bir qism tarixshunoslar Bronining Hindistonda uzun muddat o'ltiraqlashib qolganligi, Hindiston degan asarni to'p-to'g'ri 40 yilda yezib chiqqanligini ilgari surishidi. Bundaq bo'lganda Broni 1001-yildan 1041-yilgacha Hindistonda turib qolgan bo'ladi. Bu jarayonda yana maxsus Sultan Mas'udning nomiga atalgan Al-Qanun Al-Mas'udi nomli mashhur kitobini yezib chiqib, sultonga hadiya qilgan. Sharqshunoslar Bronini arablarning Pitlimusi deb atab olgan. 4. Hindishunoslik va Hindistondagi ilmiy tadqiqotlar. 11 asrdagi mo'yim va mashhur musulmon hukmronlarning biri bo'lgan Mahmud G'aznaviy Al-Bronini Hindistonga qo'shin tortganda billa ilib ketgandan keyin Al-Broni 1017-yildan 1030-yilgacha bo'lgan araliqda Hindistonda yashagan bo'lib, bu mezgilda u o'zining mashhur kitobi Hindistonni yozgan. Mazkur ensiklopedik asarda Al-Broni Hindiston hayotining din, tarix, jug'rofiya, geologiya, ilm-fan va matematika qatorliq hamma taraflarni degidak tadqiq qilgan. Ammo u bu qitimqi izdinish safarda harbiy va siyosiy tarixga ancha diqqat qilmagan. Aksicha, Al-Broni siyosat bilan bog'lamay turib, madaniyat, ilm-fan va din orqali Hindistonning ilm-fan va puhrolar turmushini texmi ko'p hujjat qilgan asosda yo'rtishni qaror qilgan. Al-Broni Hindistondagi mo'l madaniyat muhitida maxsus din ustida izlangan. U o'zining nishonini oddiy usulda izlaydi. U yana Dana Patanjalining qalayimqanchilikdan qutulishdagi kitobining tarjimasi nomliq asrini tarjim qilgan. Bir jumla misol olsak, men raqiblarimizning radiyalarini rad qilmayman. Chunki meningcha bu xato. Mening kitobim haqiqat va pokitlarning tarixiy xotirasidan boshqa narsa emas. Men hindilarning nazariyasini o'qirmanlarning huzuriga oddiy va shubet sunay. Bu munosabat bilan Greklarning ba'zi nazariyalarini tilga elib, ular o'rtasidagi munosabatni tushundiraman. 1910-yili 1-tom, 7-bet. 1958-yili 5-bet. Broni Hindistonda yolg'izlar Hindistonliklar hayotini din, tarix, jug'rofiya, geologiya, ilm-fan va matematika qatorliq hamma taraflarni degidak tadqiq qilib qolmay, balki astronomiya, kalendarchilik va boshqa muhim tabiiy fan sohalarida cho'nqur izlangan va tadqiqot ilib borgan. Broni Hindiston cho'nqurlig'idagi kishilar, urf-odatlar va dinlar haqida tafsili yozgan. Qarmaqqa hozirgi zamon insonshunoslariga o'xshash ma'lum bir to'p kishilar haqida xotir yezish, uning tilini o'rganish va dastlabki tekstlarni o'rganish va selishtirish madaniyat tadqiqoti orqali obyektiv va tarafsiz holda natijasini o'tirg'a qo'yish bilan aldirash edi. Amaliyotda izlanayotgan sohalarning ko'p xilligidan qaraganda, u allaburun o'z zamonasidagi boshqa tangtushlardan zo'r darajada halqib ketgan ensiklopedik va universal olimga aylanib qolgan edi. Shunga ba'zi tarixshunoslar Bronini tunji insonshunos deb qaragan. Undan boshqa tarixchilar Bronidan 3 asr keyin o'tgan tunislik
dаңlıq olim İbn Xaldun bilan Biruni haqida birdek qarashga ega emas bo'lib, ularning ba'zisi Birunini tunji jamiyatshunos desa, ba'zisi İbn Xaldunni jamiyatshunoslik ilmining otasi deb qaraydi. Davomi bor.